Farzandingizni eng yaxshi ko'rgan taomi? Lavash. Burger. Eng yaxshi ko'rgan mevasi? Banan. Banan. Farzandingizni eng yaxshi ko'rgan fani? Matematika. Rus tili. O'qishni yaxshi ko'radimi yoki amaliy mashg'ulotlarnimi? Amaliy mashg'ulotlar. Amaliy mashg'ulotlar. Farzandingizga qaysi fan qiziq tuyuladi? Mental arifmetika. Matematika. Farzandingizning eng yaqin do'sti? Hamma sinfdoshlari bilan yaxshi, lekin Abdumalik bilan ko'p maktabga borib keladi. Fayzbek. Nimadan ko'proq qo'rqadi? Yolg'izlikdan. Bir o'zim qolish. Nimadan tez xursand bo'ladi? Kutilmagan sovg'a. iPhone. Qaysi bayramni yaxshi ko'radi? Yangi yil bayrami. Tug'ilgan kunim. Eng yaxshi ko'rgan multfilmi? Hayvonlar shahri. Suv va olov. Uyda qaysi o'yin ko'proq yaxshi ko'radi? Telefon o'yini PUBG. Balki. Eng yaxshi ko'rgan futbolchisi? Hammasini yaxshi ko'radi, lekin Neymar. Neymar Junior.